Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mustaqilligimizning 35 yiliga hammamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizni elimizga, bizni yurtimizga ko'z tegmasin. Yangi bog'roqlar, yangi maktablar, yangi bog'chalar, yangi shifoxonalar ochilar ekan. Bu hammasi xalqimiz uchun, yurtimiz uchun, avlodlarimiz uchun. Avlodlarimiz hamda keksalarimiz izzatda va hurmatda ekan, xalqimiz obod bo'lsin, obod bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, mustaqilligimizning 35 yiliga hammamizga muborak bo'lsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz boy bo'lsin. Ilohim yaxshi niyatlar hamisha bizlarga hamroh bo'lsin. Men sizlarni tabriklayman. Bizni o'lkamizda, bizni yurtimizda bog'roqlar barpo bo'lsin. Yangi bog'chalar, yangi maktablar, yangi rayonlar barpo bo'lar ekan, xalqimiz hur va obod bo'lsin. Muborak bo'lsin.